Salom, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan juda ham muhim, hatto shoshilinch xabar haqida gaplashamiz. Hukumat tomonidan aprel oyining oxirigacha bajarilishi shart bo'lgan bir buyruq chiqarildi. Bu buyruq har biringizga, har bir fuqaroga taalluqli bo'lishi mumkin va uning oqibatlari siz kutgandan ham jiddiyroq bo'lishi mumkin. Agar siz bu ma'lumotni o'tkazib yuborsangiz, keyinchalik katta muammolarga duch kelishingiz, hattoki sezilarli darajada pul yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun hozir hech qanday ikkilanmasdan videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Va darhol kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz sizga faqatgina eng dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni yetkazamiz. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlashni ham unutmang. Bu bizga yanada ko'proq foydali kontent yaratishga yordam beradi. Ketdik. Muammoning mohiyati. Endi muammoning mohiyatiga o'taylik. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bilasizki, ko'p yillar davomida fuqarolarimizning mulkiga, xususan uy-joy va yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni rasmiylashtirishda ba'zi bir qog'ozbozlik va murakkabliklar mavjud edi. Misol uchun, sizning yer uchastkangiz bor, lekin unga tegishli hujjatlaringiz to'liq emas yoki o'sha hujjatlar eski namunadagi bo'lib, zamonaviy reyestr tizimiga kiritilmagan. Yoki siz uyingizni qurdingiz, lekin u kadastr hujjatlarida to'liq aks etmagan, ya'ni qurilgan binolar ro'yxatdan o'tmagan. Ilgari bunday holatlarda go'yoki hech qanday shoshilinch muammo yo'qdek tuyulardi. Odamlar keyinroq qilarman, vaqti kelar deya bu ishlarni ortga surishga odatlangan edi. Hatto ba'zilar umuman bunga e'tibor bermasdi, chunki o'sha paytda jiddiy oqibatlar sezilmasdi. Sizning uy oldi hovlingizda qo'shimcha bir imorat paydo bo'ldi, lekin siz uni ro'yxatdan o'tkazmadingiz. Bu kabi holatlar juda ko'p uchrar edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumat tomonidan chiqarilgan yangi qarorga asosan, aprel oyining oxirigacha barcha mulk egalari o'zlarining yer uchastkalari va undagi bino inshootlarining kadastr hujjatlarini to'liq tartibga solishlari shart etib belgilandi. Bu degani sizning mulkingiz haqidagi barcha ma'lumotlar, uning chegaralari, maydoni, undagi barcha binolar va inshootlar davlat kadastr reyestrida to'liq va aniq aks etishi kerak. Agar bu talab aprel oxirigacha bajarilmasa, unda sizni jiddiy jarimalar kutishi, hatto mulkingiz bilan bog'liq huquqiy muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu nafaqat yangi qurilgan obyektlarga, balki ilgari qurilib, rasmiylashtirilmagan yoki kadastr hujjatlari eskigan mulklarga ham tegishli. Ya'ni avval e'tiborsiz qoldirilgan mayda muammolar endi katta muammolarga aylanmoqda. Bu ayniqsa kelgusida mulkni sotish, hadya qilish yoki meros qoldirishda katta to'siqlarni yuzaga keltirishi mumkin. Shuningdek, bu sizning mulkingizning bahosiga ham ta'sir qiladi, chunki noto'g'ri rasmiylashtirilgan mulkning bozordagi qiymati ancha past bo'ladi. Batafsil tahlil. Xo'sh, nimalarni bilishimiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi? Keling, buni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda kimlar ayniqsa diqqatli bo'lish kerak? 1. Yer uchastkasi yoki uy-joyiga egalik huquqi bor, ammo kadastr hujjatlari eski namunadagi yoki umuman yo'q bo'lgan shaxslar. Bu sizning davlat ro'yxatidan o'tganlik to'g'risida, guvohnomangiz juda eski bo'lsa yoki umuman shu kabi hujjat sizda bo'lmasa, ayniqsa muhim. 2. Uy-joyini kengaytirgan, unga qo'shimcha imoratlar qurgan, ammo bu o'zgarishlarni kadastr organlarida ro'yxatdan o'tkazmagan fuqarolar. Tasavvur qiling, siz 2005 yilda 2 xonali uy sotib oldingiz. Kadastr hujjatlarida 2 xona va kichik hovli ko'rsatilgan. Ammo keyinchalik siz uyingizga yana 2 ta xona, oshxona, sanuzel qo'shib qurdirdingiz, hatto avtomobil uchun garaj ham soldingiz. Bu o'zgarishlar sizning hozirgi kadastr pasportingizda aks etmagan bo'lsa, demak siz shoshilinch ravishda ularni ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak. 3. O'z mulkining chegaralarida bahsli hududlar bo'lganda. Ko'pincha qo'shnilar bilan yer chegarasi bo'yicha kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Agar sizning yer uchastkangizning chegaralari aniq belgilangan hujjatlarda aks etmagan bo'lsa, hozir bu masalani hal qilishning ayni vaqti. Yangi qaror bu kabi noaniqliklarga yo'l qo'ymaydi. Misol uchun, Bobur aka o'z uyining yonida kichik bir yer maydonini deyarli 15 yildan beri foydalanib keladi. Bu maydon uning kadastr hujjatlarida yo'q, lekin u buni o'ziniki deb hisoblaydi.
Hozir bu masalani tartibga solmasa, u bu maydondan mahrum bo'lishi yoki kelajakda qo'shnisi bilan katta muammolarga duch kelishi mumkin. 4. Qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalaniladigan yer uchastkalariga egalik qiluvchilar. Bu yerlarning toifasi, maydoni va egasiga oid ma'lumotlar ham yangi tizimga to'liq kiritilishi shart. Dehqonchilik bilan shug'ullanuvchilar uchun bu ayniqsa muhim, chunki davlat subsidiyalari va imtiyozlar olishda kadastr hujjatlarining to'g'riligi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Agar sizning yer uchastkangiz galla ekish uchun mo'ljallangan bo'lsa-yu, kadastr hujjatlarida bu toifa to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lsa, kelgusida galla yetishtiruvchilarga beriladigan imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Keling, raqamlar bilan bir nechta konkret misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Yangi qurilgan imoratlar. Shahar chekkasidagi Obod mahallada yashovchi Dilshod aka 2018 yilda o'zining eski uyiga qo'shimcha 2 ta xona va ayvon qurdirgan. Umumiy maydoni 45 kvadrat metr bo'lgan bu qurilmalar hozirgacha rasmiylashtirilmagan. Agar Dilshod aka aprel oxirigacha buni kadastr organlarida rasmiylashtirmasa, u holda uni bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobardan 15 barobargacha miqdorda jarima kutmoqda. Bugungi kunda bu taxminan 3 million so'mdan 4-5 million so'mgacha bo'lgan summani tashkil qiladi. Qolaversa, ushbu noqonuniy qurilma kelajakda uyini sotmoqchi bo'lganida yoki kredit olmoqchi bo'lganida katta to'siqlarga sabab bo'ladi. Banklar rasmiylashtirilmagan imoratni garov sifatida qabul qilmaydi. Misol 2. Eski namunadagi hujjatlar. Farg'ona viloyatidan Mavluda opa 1995 yilda olgan uyining kadastr hujjatlari hali ham o'sha eski, qo'lda yozilgan namunadagi hujjatlar. Uning uy maydoni 6 sotix yerda joylashgan, ammo eski hujjatlarda bino maydoni aniq ko'rsatilmagan. Hozirgi zamonaviy elektron kadastr tizimida bunday hujjatlar avtomatik ravishda tan olinmaydi. Agar Mavluda opa aprel oxirigacha yangi namunadagi elektron kadastr pasportini rasmiylashtirmasa, kelajakda uyi bilan bog'liq har qanday operatsiyani sotish, hadya qilish, vasiylik amalga oshira olmaydi. Eng yomoni, u davlat tomonidan joriy etilayotgan kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar yoki boshqa ijtimoiy imtiyozlardan mahrum bo'lishi mumkin, chunki uning mulki rasmiy reyestrda to'liq ko'rinmaydi. Misol 3. Qo'shni bilan yer bahsi. Toshkent tumanidagi Otabek aka va uning qo'shnisi Hasan aka o'rtasida 2 metrlik yer chizigi bo'yicha uzoq yillik bahs bor. Hujjatlarda Otabek akaning yeri 8 sotix, Hasan akaniki esa 7,5 sotix deb ko'rsatilgan. Lekin amalda Otabek aka 8,5 sotixdan foydalanadi, chunki ular o'rtasidagi devor biroz uning foydasiga surilgan. Agar ular aprel oxirigacha bu masalani hal qilib, yer chegaralarini aniq belgilashmasa, kadastr xizmati tomonidan belgilangan chegaralar qonuniy kuchga kiradi va bu ularning birini norozi qoldirishi mumkin. Bunday hollarda keyinchalik sudgacha boradigan nizolar yuzaga kelishi va bu nizolar yillar davomida cho'zilishi mumkin. Bu esa qo'shimcha yuridik xarajatlar va vaqt yo'qotishlarga olib keladi. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Agar sizning mulkingizga tegishli barcha hujjatlar, jumladan kadastr pasporti zamonaviy namunada bo'lsa, ya'ni 40 kodli, elektron ro'yxatdan o'tgan bo'lsa va uyingizdagi barcha imoratlar, yer uchastkasining chegaralari ushbu hujjatlarda to'g'ri aks etgan bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, so'nggi 1-2 yil ichida mulkini rasmiylashtirgan yoki yangi uy sotib olganlar ham odatda bu toifaga kiradi, chunki yangi hujjatlar allaqachon barcha talablarga javob beradi. Lekin shunga qaramay, har ehtimolga qarshi, hech bo'lmaganda o'z hujjatlaringizni bir marta ko'zdan kechirib qo'yishni maslahat beraman. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Endi keling, qoidaning istisnolari, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'zdan yashirin bo'lgan nozik jihatlarni ko'rib chiqamiz. Har qanday qonun yoki buyruq o'ziga xos murakkabliklarga ega bo'ladi va ularni bilish sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos etadi. Istisnolar. Ba'zi holatlarda hukumat tomonidan belgilangan muddatga rioya qilmaslik uchun asosli sabablar bo'lishi mumkin. Masalan, agar sizning mulkingiz bilan bog'liq sud ishi davom etayotgan bo'lsa va aynan shu sud ishi kadastr hujjatlarini tartibga solishga to'sqinlik qilsa, unda sizga muayyan imtiyozlar berilishi mumkin. Bunday hollarda sud jarayonlari tugagunga qadar muddat uzaytirilishi yoki jarimalar qo'llanilmasligi mumkin. Lekin bu holatda siz sudning davom etayotganligi haqidagi rasmiy hujjatlarni kadastr organlariga taqdim etishingiz shart.
Yoki agar siz chet elda bo'lsangiz va O'zbekistonga qaytish imkoniyatingiz bo'lmasa, siz ishonchnoma asosida vakilingiz orqali bu ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Biroq ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan va qonuniy kuchga ega bo'lishi kerak. Bu kabi istisnolarning har biri individual ravishda ko'rib chiqiladi va shunchaki vaqtim yo'q edi degan bahonalar qabul qilinmaydi. Tuzoqlar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar. 1. Qo'shimcha imoratlarning yashirin sirlari. Ba'zi fuqarolar o'z uylariga qo'shimcha xonalar, hammom yoki oshxona kabi imoratlar qurishadi va ularni rasmiylashtirishni unutishadi yoki ataylab kechiktirishadi. Ammo bu qurilmalar qurilish normalari va qoidalariga sinib mos kelmasligi mumkin. Masalan, seysmik xavfsizlik talablariga javob bermasligi, yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishi yoki qo'shnining hududiga kirib ketishi mumkin. Agar shunday holat aniqlansa, siz nafaqat jarimaga tortilasiz, balki bu imoratni buzish majburiyatini ham olishingiz mumkin. Bu esa katta moliyaviy yo'qotishlarga va asabiylashishlarga olib keladi. Misol uchun, Gulnora opaning uyga o'g'li uchun qurgan qo'shimcha xonasi sanitariya normalariga zid ravishda qo'shni uyning shamollatish tizimiga ta'sir qilib, uni to'sib qo'ygan. Kadastr organlari buni aniqlagach, u xonani buzishga majbur bo'lgan va buning uchun katta miqdorda pul sarflagan. 2. Mulkning bahosini pasaytirishga urinishlar. Ba'zi holatlarda soliq to'lashdan qochish maqsadida mulkning haqiqiy qiymatini kadastr hujjatlarida pastroq ko'rsatishga urinishlar bo'ladi. Davlat bu kabi harakatlarni o'zining elektron monitoring tizimlari orqali aniqlashi mumkin. Agar sizning mulkingiz bozor qiymati 500 million so'm bo'lgan holda, uni kadastrda 200 million so'm deb ko'rsatilgan bo'lsa, soliq organlari bunga e'tibor berishi va tekshiruv o'tkazishi mumkin. Natijada sizga katta miqdorda jarimalar va to'lanmagan soliq summalari hisoblanishi mumkin. 3. Vaqtincha ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq chalkashliklar. Ba'zi hollarda fuqarolar o'zlarining uylarini vaqtincha ijaraga berishadi va ijara shartnomasi rasmiylashtirilmaydi. Yoki aksincha o'z uyga birovlarni vaqtincha ro'yxatdan o'tkazishadi. Bu holatlar bevosita kadastrga aloqador bo'lmasa-da, agar kadastr hujjatlarida muammolar bo'lsa, vaqtincha ro'yxatdan o'tgan shaxslarning manzili bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa ularning huquqlarini cheklaydi. Misol uchun, Farhod aka o'z uyiga Toshkentga ishlash uchun kelgan qarindoshini vaqtincha ro'yxatdan o'tkazdi. Agar Farhod akaning uyi bilan bog'liq kadastr hujjatlari tartibga solinmagan bo'lsa, qarindoshining ma'lumotlari elektron bazada aks etmaydi va bu uning ishlash huquqlarini cheklashi, bank hisob raqami ochishda muammolar keltirib chiqarishi mumkin. 4. Meros masalalari va uzoq muddatli rejalashtirish. Agar sizning ota-onangiz yoki bobo-buvlaringizning mulkiga oid kadastr hujjatlari tartibga solinmagan bo'lsa, kelajakda merosni rasmiylashtirishda juda katta muammolarga duch kelasiz. Notariuslar bunday holatlarda merosni rasmiylashtirishdan bosh tortishi mumkin. Bu esa oilaviy nizolarga va sud jarayonlariga olib keladi. Misol uchun, marhum otasidan qolgan uyning kadastr hujjatlari to'liq bo'lmaganligi sababli 3 aka-uka 3 yildan beri merosni bo'lib ololmayapti. Har bir aka-uka o'z ulushini olish uchun ko'plab yuridik xarajatlarga duch kelmoqda. Bu kabi holatlarda muddat o'tkazib yuborilsa, vaziyat yanada murakkablashadi. Noaniq jihatlar. Alohida binolar va obyektlar, ko'pincha odamlar o'z hovlisidagi kichik yordamchi binolarni, masalan, molxona, tandirxona, hojatxona kabi obyektlarni rasmiylashtirish kerakligini bilishmaydi. Hukumatning yangi buyrug'i bu kabi barcha bino va inshootlarni ham ro'yxatdan o'tkazishni talab qiladi, agar ular doimiy konstruksiyaga ega bo'lsa. Qizil chiziq masalasi. Shaharsozlikda qizil chiziq degan tushuncha bor. Bu umumiy foydalanishdagi hududlar, ko'chalar, yo'llar, parklar, chegaralarni bildiradi. Agar sizning uyingizning bir qismi yoki imoratingiz qizil chiziqdan o'tib ketgan bo'lsa, uni rasmiylashtirish murakkab jarayon bo'ladi. Bunday holatlar ba'zan yillar davomida hal qilinmay qoladi. Endi bu masalalarni ham hal qilish talab etiladi. Aks holda mulkingiz bilan bog'liq har qanday operatsiya to'xtatib qo'yiladi. Elektron tizimga to'liq o'tish asosiy maqsadlardan biri barcha mulk ma'lumotlarini to'liq elektron tizimga o'tkazish. Bu kelajakda davlat xizmatlarini olishni soddalashtiradi, shaffoflikni oshiradi va korrupsiyani kamaytiradi. Ammo bu jarayon hali ham to'liq takomillashmagan bo'lishi mumkin.
Ba'zan elektron tizimda xatolar yuzaga kelishi, ma'lumotlar noto'g'ri aks etishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlarni shaxsan tekshirib, xatolarni tuzatish juda muhim. Amaliy maslahatlar. Xo'sh, nima qilish kerak? Qanday qadamlarni qo'yishimiz kerak? Siz uchun aniq va tushunarli ko'rsatmalarni tayyorladim. Bir qadam, mavjud hujjatlarni tekshiring. Uy-joyingiz, yer uchastkangizga oid barcha hujjatlarni, jumladan oldi-sotdi shartnomalari, hadya hujjatlari, meros guvohnomalari, mulkdorlik huquqini tasdiqlovchi orderlar yoki davlat ro'yxatidan o'tganlik to'g'risidagi guvohnomalarni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Eng muhimi, mavjud kadastr pasportingizni toping. Agar u qog'oz shaklida va qirqodsiz bo'lsa yoki umuman topa olmasangiz, bu birinchi signal. Ikkinchi qadam, kadastr organiga murojaat qiling. Sizning mahallangiz yoki tumangiz joylashgan davlat kadastr palatasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Yoki yanada oson yo'li, davlat xizmatlari markazlariga DXM boring. Ko'pgina kadastr xizmatlari DXM orqali ko'rsatiladi va u yerda sizga navbatga turish, hujjatlarni to'plash bo'yicha maslahat berishadi. Murojaat qilayotganda o'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mulk hujjatlaringizning asl nusxalari va nusxalarini olib boring. 3 qadam, texnik inventarizatsiya va o'lchov ishlarini buyurtma qiling. Agar sizning mulkingizda qo'shimcha imoratlar qurilgan bo'lsa yoki eski hujjatlar yangilanmagan bo'lsa, sizga texnik inventarizatsiya o'tkazish va kadastr igma jildini tayyorlash kerak bo'ladi. Buning uchun kadastr mutaxassislari sizning mulkingizga kelib, o'lchov ishlarini amalga oshirishadi. Ular uyingizning aniq maydonini, barcha binolarning hajmini, joylashuvini o'lchab, yangi kadastr pasporti uchun ma'lumotlarni yig'ishadi. Bu xizmat pullik bo'lib, xizmat haqi mulkning maydoni va joylashuviga qarab farq qiladi. Misol uchun, shahar hududida 6 sotixli uy uchun bu xizmat 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Qishloq joylarda esa biroz arzonroq bo'ladi. To'lovni amalga oshirgach, sizga kvitansiya beriladi. Uni saqlab qo'ying. 4 qadam, hujjatlarni topshirish va kutish. O'lchov ishlari yakunlangach, mutaxassislar tayyorlagan kadastr igma jildini va boshqa kerakli hujjatlaringizni DXM orqali topshirasiz. Bunday hujjatlar ro'yxatiga quyidagilar kirishi mumkin. Ariza DXMda to'ldiriladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport nusxasi. Mulkka bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlar, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi va haqi. Oldingi kadastr pasporti, agar mavjud bo'lsa. Xizmat haqi to'langanligi haqidagi kvitansiya. Hujjatlar qabul qilinganligi haqida sizga tilxat beriladi va xizmat ko'rsatishning taxminiy muddati aytiladi. Odatda bu jarayon erta 5 ish kunidan 20 ish kunigacha davom etishi mumkin, holatning murakkabligiga qarab. 5 qadam, yangi kadastr pasportini olish va tekshirish. Belgilangan muddatda yangi kadastr pasportingizni DXMdan olasiz. Pasportni olgach, uning ichidagi barcha ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. FIO, mulkning manzili, yer uchastkasining maydoni, uydagi barcha binolarning maydonlari va joylashuvi, shuningdek, mulkning turi, turar joy, noturar joy, qishloq xo'jaligi yeri to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar biror xato yoki nomuvofiqlik bo'lsa, darhol DXM xodimiga murojaat qilib, uni tuzatishni talab qiling. Chunki keyinchalik bu xatolar sizga qimmatga tushishi mumkin. Qo'shimcha maslahatlar. Vaqtni cho'zmang. Aprel oyining oxirgi kunlarida murojaat qiluvchilar soni keskin ortishi mumkin. Bu esa jarayonni sekinlashtiradi. Shuning uchun imkon qadar tezroq harakat qiling. Ishtirokingizni ta'minlang. Kadastr mutaxassislari o'lchov ishlarini o'tkazish uchun kelganlarda sizning shaxsan ishtirok etishingiz yoki ishonchli vakilingizning ishtirok etishi juda muhim. Ular sizga mulk chegaralarini ko'rsatishingizni so'rashi mumkin. Rasmiy manbalardan foydalaning. Barcha ma'lumotlarni Davlat kadastr palatasining rasmiy veb-saytidan yoki DXM xodimlaridan oling. Noto'g'ri ma'lumotlar tarqatuvchilardan ehtiyot bo'ling. Yozma ariza. Agar sizga murojaat qilish uchun biror bir sababga ko'ra rad javobi berilsa yoki boshqa muammo yuzaga kelsa, har doim yozma ariza bilan murojaat qiling va uning nusxasida qabul qilinganlik belgisi qo'yilishini talab qiling. Bu kelajakda o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun yuridik asos bo'ladi.
Onlayn xizmatlar. Hozirgi kunda kadastr xizmatlarining ayrim turlarini, masalan, mulk haqida ma'lumot olish, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mi.gov.uz orqali ham olish mumkin. Ammo agar mulkni yangidan rasmiylashtirish yoki katta o'zgarishlarni kiritish kerak bo'lsa, shaxsan murojaat qilish talab etiladi. Yakuniy xulosa. Demak, aziz do'stlar, bugungi videoda men sizlarga hukumatning aprel oxirigacha bajarilishi shart bo'lgan shoshilinch buyrug'i, uning mohiyati, kimlarga ta'sir qilishi, istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar va eng muhimi, nima qilish kerakligi haqida to'liq ma'lumot berdim. Unutmang, bu masalaga e'tiborsizlik qilmang, chunki vaqt juda oz qoldi. O'z mulkingizga tegishli hujjatlarni tartibga solish kelajakda sizni ko'plab muammolar va moliyaviy yo'qotishlardan qutqaradi. Shuningdek, mulkingizning yuridik himoyasini ta'minlaydi. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularning barchasini o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab dolzarb va hayotiy muhim ma'lumotlar kutmoqda. O'zingizni va mulkingizni himoya qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha